Kamerali soatimiz keldi. Kamera aksessuarlaridan 3200 mAh akkumulyatori, mikro USB zaryadlovchi kabeli, qo'llanma qog'ozi, Wi-Fi yashirin kamerali soatimizda kamerasi umuman ko'rinmaydigan qilib ishlangan, oynasi tonirovka qilingan. Kamerani ishlatish uchun akkumulyatorni qo'yamiz. Kameraning bu joyida zaryadlovchi USB porti joylashgan. Zavod holatga qaytaruvchi reset knopkasi, yoqib o'chirish knopkasi va flash karta qo'yadigan sloti joylashgan. Kameraning akkumulyatori 3200 mAh bo'lib, qayta zaryadlovchi akkumulyator hisoblanadi. Orqasidagi qopqog'ini yopganda umuman hech narsa sezilmaydi, oddiy soatdek bo'lib turadi. Kamerani ishlatish uchun knopkani surib yoqamiz. Soat shunaqa ko'rinishda LED bo'lib yonadi, kamerasi umuman ko'rinmaydi. Kamerali soatimizda videolarni onlayn ko'rish uchun Play Marketga kiramiz. iPhone bo'ladigan bo'lsa App Store ga kiramiz. Bu yerga Lookcam Pro deb yozamiz. Shu programmani skachat qilib olamiz. Programmani skachat qilib olganimizdan keyin kameraning o'zini Wi-Fi chiqadi, shuni ulaymiz. Mana tut bo'ladi, qolgani raqamli bo'ladi, shunga kiramiz. Sizlarda boshqacha raqam bo'lishi ham mumkin. Qayta chiqamiz. Kamerali soatimiz shunaqa 4K formatda video syomka qiladi. Videolarni juda tiniq oladi. 128 GB flashga tushadi. Nashnoy rejimlari ham bor. Qorong'u tunda ham juda tiniq oladi. Sizlarga hozir svetni o'chirib, qorong'uda qanaqa videoga olishni ko'rsatib beraman. Ko'rishingiz mumkin. Kamerani sinash uchun qorong'u shkaf ichiga qo'ydim. Kamera qorong'u tunda ham shunaqa tiniq video syomka qiladi. Ushbu yashirin kamerali soatning miqdori chegaralangan. O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beramiz. Narxi 850 ming so'm.